2026-yil iyun oyida Recording Academy zamonaviy ommabop musiqani Osiyo ijrochilari uchun alohida ajratadigan yangi eng yaxshi Osiyo pop ijrosi nominatsiyasini taqdim etdi. Bu nominatsiya K-pop, J-pop va C-pop sanoatlaridagi ijodkorlarning ishlarini o'z ichiga oladi. Bir oy o'tib BTSning 7 a'zosi Instagram orqali bayonot berib, bu yil o'z musiqalarini Grammy mukofoti uchun umuman nomzod sifatida taqdim etmaslikka qaror qilganlarini e'lon qilishdi. Bu qaror 2026-yildagi ko'ngilochar olamning eng muhim yangiliklaridan biriga aylandi va darhol dunyoning turli OAVlari tomonidan yoritildi. Move that has shocked the music industry. The most popular music group, BTS announced they will not be submitting their music. Will not submit music. They will not submit their music. No postulará su música. Que não vai inscrever suas músicas. Withdraw from consideration. Passes on 2027. 그래미상은 2027 Grammy Award. skipping the 2027 Grammys. Rechazar a los Grammys. darle espalda a los premios Grammy. 그래미에는 아예 음악을 출품하지 않겠다고 밝혔습니다. Boycotting the next Grammy Awards. 보이콧 선언으로 해석되는데 Appears to be in protest. In an apparent protest. After the Recording Academy added a New category for Asian pop. música pop asiática. 베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스는 The new category has sparked mixed reactions. Sounds like it could be inclusionary, but it's actually A racialized barrier for Asian performers. We are not just an Asian group, we are a global pop sensation. Reuters axborot agentligi BTSning bu qarorini yangi eng yaxshi Osiyo pop ijrosi nominatsiyasiga nisbatan boykot sifatida baholadi. Associated Press esa ayrim muxlislar yangi nominatsiyani osiyolik ijrochilar uchun irqiy asosdagi to'siq sifatida qabul qilganini ta'kidladi. BTS gapirsa, odamlar quloq soladi. Ularning bunday bayonot bergani juda muhim. San'atkorlarning Grammy nominatsiyasiga o'z ishlarini taqdim etmasliklarini rasman e'lon qilishi odatiy hol emas. Bu xabarni birinchi bo'lib yoritgan OAVlardan biri Variety bo'ldi. Nashr BTSning ilk Grammy g'alabasiga bo'lgan umidlar juda yuqori bo'lganini ta'kidladi. Bunga a'zolarning harbiy xizmatni yakunlaganidan so'ng chiqarilgan qaytish albomi Arirang sabab bo'lgani aytildi. Albom Billboardning asosiy singillar va albomlar chartlarida birinchi o'rinni egallab, butun dunyo bo'ylab katta aks-sado berdi. Hollywood Reporter ham BTSning yorqin comeback fonida yangi nominatsiya uchun eng kuchli da'vogar bo'lganini yozdi. Biroq BBCda esa guruhning qaytish albomi Arirang yilning eng ko'p sotilgan albomlaridan biriga aylangach, BTS Grammy'ning asosiy nominatsiyalarida, jumladan yil albomi uchun ham kuchli da'vogar bo'lishi keng kutilayotgan edi. Respect this move by BTS. Clearly, they would win. They're saying, you know what? No, respect this on a broader level. Shuningdek, Golf News BTS faoliyatidagi eng muhim yillardan birida ortga qadam tashlayotganini ta'kidladi. Nashr shunday yozdi: BTS ayni paytda faoliyatidagi eng kuchli tijoriy muvaffaqiyatlardan birini boshdan kechirmoqda. Shu bilan birga, Vulture nashri Arirang albomi qo'shimcha e'tirofga muhtoj emasligini ta'kidladi. Albom Billboard 200 chartiga yilning eng katta bir haftalik natijasi bilan birinchi o'rindan kirib keldi. Va Olivia Rodrigo, Noah Kahan hamda Drake kabi chart peshqadamlaridan ham ko'proq ekvivalent albom birligini sotdi. Janubiy Koreyada esa Arirang albomi hayratlanarli darajada 4,2 million nusxada sotildi. Shunday ekan, guruhga Grammy mukofoti shunchaki kerak bo'lgani uchun emas. CNNning ta'kidlashicha, Grammy qoidalari va nizomiga ko'ra har qanday qo'shiq bir yil davomida faqat bitta ijro nominatsiyasi bo'yicha ishtirok etishi mumkin. Agar BTS qo'shig'ini eng yaxshi Osiyo pop ijrosi nominatsiyasiga taqdim etsa, o'sha qo'shiqni eng yaxshi pop guruh ijrosi nominatsiyasiga ham bir vaqtning o'zida topshira olmas edi. Aynan shu nominatsiya bo'yicha BTS 2021 va 2022-yillarda nomzod bo'lgan edi va buning aksi ham amal qiladi. The new Asian category would rule BTS out of the best pop duo group performance race. I'm not making direct accusations. I'm saying there's a context and a pattern. that these categories are created to keep them in those groups instead of sort of everybody together. First Post nashrining yozishicha, ayrimlar yangi nominatsiyani osiyolik ijrochilar uchun Grammy'ga kirishning kafolatlangan yo'li sifatida ko'rmoqda. Biroq tanqidlarning katta qismi bu nominatsiya haqiqiy e'tirofdan ko'ra tasalli uchun berilgan alohida toifa bo'lib, BTS kabi ijodkorlarni asosiy pop nominatsiyalaridan chetda qoldirayotganiga qaratilgan. Bundan tashqari, The Guardian yozishicha, Recording Academy prezidenti yangi yaxshi Osiyo pop ijrosi va eng yaxshi an'anaviy qo'shiq nominatsiyalarini turli va yangi janrlarni nishonlash hamda ularga e'tibor qaratish imkoniyati deb ta'riflagan. Osiyo va Lotin pop bozorlari aslida yangi emasligini hisobga olsak, ularni yangi janrlar deb atash biroz omadsiz tanlangan ibora bo'lgani ta'kidlandi. Chunki har ikkala bozor ham o'nlab yillar davomida shakllanib, jumladan AQShda ham ulkan daromad va keng auditoriyaga ega. Shu sababli Osiyo pop hamjamiyatida bu yangi nominatsiya oxir-oqibat osiyolik pop ijodkorlarini Grammy'ning eng nufuzli asosiy nominatsiyalaridan chetlashtirib qo'yishdan xavotirlar paydo bo'ldi. BBC News ham bu xavotirni o'z materialida tilga oldi.
new category say it echoes a long pattern of steering artists into racially and ethnically defined NME ham BTSning qarorini yoritib, guruhning nominatsiyaga qarshi pozitsiyasini ulashdi. Nashr shunday yozdi: NME avval ham K-pop uchun alohida Grammy nominatsiyasi yaratilishiga qarshi chiqqan edi. Biz shunday degandik: pop musiqa qayerda yaratilganidan, uni ijro etayotganlarning irqi yoki etnik kelib chiqishidan, qaysi tilda kuylanishidan yoki odamlarni ajratish uchun ishlatiladigan boshqa har qanday omildan qat'iy nazar baribir pop musiqadir. Billboard jurnali esa shunday yozdi: BTSning o'z musiqasini Grammy'ga taqdim etmaslik qarori Grammy nufuziga zarba bo'ldi. Ammo bundan ham katta ta'sir Grammy translyatsiyasining eng kuchli tomoshabin jalb qiluvchi ijodkorlardan birini yo'qotishi bo'lishi mumkin. Bu qaror juda katta ahamiyatga ega. Bu qaror Grammy'ning o'ziga moliyaviy, madaniy va obro' jihatdan katta zarba bo'ldi. Squeeze nashri ham BTSning Grammy bilan bog'liq tarixini eslatdi. BTSning Grammy bilan munosabatlari biroz murakkab bo'lgan. Dunyodagi eng yirik pop guruhlaridan biriga aylanganiga qaramay, guruh yillar davomida bir necha bor nomzod bo'lgan bo'lsa-da, hali Grammy mukofotini qo'lga kirita olmagan. Time jurnali esa Grammy uchun nomzodlikdan voz kechishlarini e'lon qilishlaridan avval ham guruhning ustuvor maqsadlari o'zgargandek ko'ringanini ta'kidladi. Rem GQ jurnaliga bergan intervyusida shunday degan edi: Grammy ilgari erisha olmagan maqsadlarimizdan biri edi. Ammo endi menimcha, hozir esa eng muhimi yana birga ekanligimiz. Endi biz butun dunyo bo'ylab muxlislarimiz bilan uchrashamiz. Shundan so'ng The Washington Post Grammy boykotlari tarixiga to'xtaldi. Nashr shunday yozdi: BTS Grammy'ni boykot qilgan san'atkorlar qatoriga qo'shilgan eng so'nggi guruh bo'ldi. Ularning ayrimlari ijodkorlarni ma'lum toifalarga tiqishtirish borasidagi xavotirlar sabab shunday qarorga kelgan. Shuningdek, maqolada The New York Times'ning fikri ham keltirildi. So'nggi yillarda san'atkorlarning Grammy'ni boykot qilishi Recording Academy uchun tez-tez uchraydigan muammoga aylandi. Frank Ocean, Drake, The Weeknd va boshqa ko'plab mashhur ijodkorlar o'z musiqalarini Grammy'ga taqdim etishdan bosh tortishgan. Bunga sabab sifatida esa Grammy ko'pincha san'atkorlarning mehnatini munosib e'tirof etmayotgani haqidagi e'tirozlar ko'rsatilgan. Forbes esa BTSning musiqaning eng katta sahnasi deb ataladigan Grammy'da qatnashmasligi guruhning mukofot shousiga nisbatan avval ham bildirib kelgan norozilik kayfiyatini yanada yaqqol ko'rsatishini ta'kidladi. Harry Smith bu fikrni davom ettirib, BTSning o'z pozitsiyasini himoya qilish tarixiga to'xtaldi. Nashrning yozishicha, 2022-yil BTS a'zolari majburiy harbiy xizmatni o'tash uchun faoliyatda tanaffus qilishlarini e'lon qilishdi va shu bilan ular uzoq vaqt davom etgan bahs-munozaralar hamda siyosiy bosimlarga yakun yasashdi. O'sha paytda ular buning ilk qurbonlari bo'lishgandi. Endi esa bu chorshanba kuni BTS yana bir bor o'z taqdirini o'z qo'liga olishga qaror qildi. Ular 13 yillik faoliyatiga qaramay, hanuzgacha ularni g'arb san'atkorlari bilan teng ko'rishni istamaydigan musiqa sanoati tomonidan berilayotgan tasalli mukofotini qabul qilishni istamadi. Cosmopolitan esa BTSning Grammy'ning yangi nominatsiyasini rad etishi to'g'ri qaror ekanini ta'kidladi. Nashr shunday yozdi: agar ular g'alaba qozonadigan bo'lsa, bu haqiqatan ham eng yaxshilar orasidagi raqobatda qo'lga kiritilgan g'alaba bo'lishi kerak. Ramziy ma'nodagi alohida nominatsiyada emas. BTS o'z pozitsiyasini aniq bildirib bo'ldi. San'at uning haqiqiy sifati va qiymatiga qarab baholash kerak. San'at qayerda yaratilgani yoki qaysi tilda ijro etilganiga qarab emas, balki uning o'zining sifati va qiymatiga qarab baholanishi kerak. Teen Vogue shunday yozdi: BTSning barcha 7 a'zosi 2009-yildan beri Recording Academy ovoz beruvchi a'zolari hisoblanadi. Guruh faoliyati davomida jami 5 ta Grammy nominatsiyasini qo'lga kiritgan. Ammo endi ular uzoq yillardan beri orzu qilgan Grammy g'alabasiga har qachongidan ham yaqinroq turgan bir paytda bu orzuning suyultirilgan ko'rinishini qabul qilish o'rniga undan voz kechishga qaror qilgani yanada tahsinga loyiq. Bunday qat'iyatni biz ko'proq ko'rishimiz kerak. L'Officiel India shunday yozdi: san'atkor bunday darajadagi madaniy ta'sirga erishganida savol endi nega ularga Grammy yo'q emas, balki nega Grammy hali ham BTS kabi san'atkorlarni tan olishini butun dunyoga isbotlashga muhtoj bo'ladi. The Magazine esa BTS Grammy'ni rad etgan tomon bo'lganini ta'kidladi. Shuningdek, Chile nashri El Dinamo shunday yozdi: BTS Grammy'dan voz kechdi, chunki zamonaviy pop musiqasining eng nufuzli san'atkorlaridan biri endi bu mukofotning tasdig'iga muhtoj emas deb qaror qilgan paytda nufuzning o'zi boshqa tomonga o'tadi. Endi nufuzni mukofot emas, san'atkorning o'zi belgilaydi. Mukofotning nufuzi uni rad eta oladigan san'atkor tomonidan shubha ostiga qo'yildi. Balki BTS biror nominatsiyadan voz kechgani yo'qdir. Balki ular Grammy'ning o'zidan voz kechishni boshlab bergandir. Bu videoda tilga olinmagan minglab maqolalar bor, ammo men aynan shularni alohida ta'kidlashni istadim. Ko'plab yirik OAVlar BTSning qarori yuzasidan Recording Academy'dan izoh so'rashgan, biroq ularning xabar berishicha hech qanday javob olishmagan. CNN has reached out to the Grammys for comment. We reached out to the Recording Academy for a statement, but we haven't heard. BTSning bayonoti e'lon qilinganidan taxminan 19 soat o'tib, Grammy bosh direktori Harvey Mason Jr. rasmiy bayonot berdi. Bu Recording Academy tomonidan san'atkorning mukofotdan voz kechish haqidagi e'loniga javob berilgan juda kam uchraydigan holatlardan biridir. Bayonotda shunday deyiladi: BTS bu yilgi Grammy mukofotlari jarayonida ishtirok etmaslikni tanlaganini eshitib afsuslandim. Ammo musiqa yaratuvchisi sifatida men ularning qarorini tushunaman va hurmat qilaman. Grammy tashkiloti musiqa va uni yaratayotgan barcha insonlarga xizmat qilish uchun mavjud. Faoliyatimiz va qamrovimizni kengaytirishda davom etar ekanmiz. Biz a'zolarimiz safini va mukofotlarimizni geografik hudud yoki tilidan qat'iy nazar yanada kengaytirishda davom etamiz. Shuni alohida ta'kidlamoqchimanki, biz geografik musiqa hamjamiyatining fikrlarini tinglashda davom etamiz va dunyoni ilhomlantirayotgan barcha san'atkorlarni e'tirof etish hamda nishonlash yo'lida ishlaymiz.
Xo'sh, global musiqa hamjamiyati o'z fikrini bildirib bo'ldi. Endi savol shuki, Grammy o'z va'dasiga sodiq qolib, san'atkorlar, OAV va jamoatchilikning xavotirlariga quloq soladimi yoki yashirinchidagi chetlashtirish amaliyotlarini davom ettiradimi? Hindiston Times shunday yozdi. Bunday qaror qabul qilish orqali BTS aslida boshqalar uchun ham yo'l ochdi. Jamoa uchun katta qurbonlikni o'z zimmasiga oldi. Recording Academy bu xabarni inobatga oladimi yoki yo'qmi, buni vaqt ko'rsatadi. Ammo BTS o'z pozitsiyasini qat'iy va aniq bildirib bo'ldi hamda musiqa sanoatini adolat va tenglik masalasidagi o'z tizimli xolislik muammolari bilan yuzlashishga majbur qildi. Agar zamonaviy pop musiqasi allaqachon o'z chegaralarini yenga olgan bo'lsa, demak endi navbat eng nufuzli musiqa institutlarining ham xuddi shunday yo'l tutishiga kelgan. Videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Tarjimon M7, dublyaj Nabi, bu Violent Team edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha